Oshqozon ichaklaringizda yallig'lanish, yaralar mavjud. Oshqozon osti bez va ichaklarda esa shamollash bor. Hamda bavosil kasalligingiz, ya'ni gemoroy ham mavjud. Va undan tashqari ba'zi bir opa-singillarimizga esa bir chirkach kasallik borki, nomini eroziya deyiladi. Shular bor. Davolanyapsiz, natijasi yo'q, charchab ketdingiz. Quyidagi retseptni yozib oling. Inshaalloh natijasi a'lo bo'ladigan yo'lni o'rgatamanki, bu kasalliklardan batman qutulib ketasiz. Qarang do'stlar, asal sotuvchilarda toza propolis bo'ladi. Asallarni mumi. Shundan 4-5 grammgacha topasiz. Ziravorchilarda esa toza mumiyo topasiz. Va dorixonada 40-45 grammgacha bo'lgan toza etil spirtini olib, shu ikkita mahsulotni eritasiz. Va shu mahsulotlar erigandan so'ng birga bir teng hissada abli pixva masla, ya'ni chakanda moyi qo'shasiz. Oshqozon ichaklarida muammosi bor insonlar bitta chayqayda isitilgan holatda yarim choy qoshiqdan 2-3 mahal 1 oygacha iste'mol qilishadi. Gemoroy borlar esa 1-2 grammli shpris topadi va yarim grammdan tortib olib 1 yoki 2 mahalgacha anal teshikdan 15-20 kungacha quyib yurishadi. Agarda ayollarda jinskiy eroziya kasalliklari, jinskiy shamollashlar bo'lsa, meditsinskiy tampon va dorixonalardan olib kelib ilitgan holatda bitta chayqaysiz 12 kundan 16 kungacha do'stlar, apalarim, singillarim, tamponni botirib kechga uxlar vaqtingizga qo'yib uxlaysiz va ertalab tamponni olib tashlaysiz. Agarda bundan, ya'ni asalga, propolisga allergiyangiz bo'lsa, sezuvchanligingiz yuqori yoki qo'zg'aluvchanligiga chiday olmasangiz, to'xtatishingizni tavsiya qilaman do'stlar. Agar topolmasangiz yoki tayyorlashga qiynalsangiz, mana tayyor bizda sotuvda bor. Bemalol quyidagi raqamlarga telefon qilib yoki Telegram, WhatsAppdan yozishingiz mumkin. Xullas, videorolikimiz yoqsa like, repost, obuna esdan chiqmasin. Sog' salomat bo'lasizlar, Allohga omonatsiz. Xayr. Asosiysi o'zingiz va yaqinlaringizni asrang do'stlar.